بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Muborak Ramazon oyida, yilning 12 oyining sultoni bo'lgan muborak bu oyda taroveh namozi asnosida birgalashib ushbu ma'rifiy suhbatni qurishimizga imkon bergan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bu suhbatlarimizni dinimiz, diyonatimiz, o'zimiz, oilalarimiz, elimiz, yurtimiz uchun o'ta manfaatli bo'lishini Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilgan bo'lsin. Islom ilm dinidir deb atalgan mavzuni davom ettiramiz. Bizi dinimiz islom dinini to'la shaklda tushuntirish borasida bitilgan kitoblar o'zi katta bir nomli kitob bo'lsa ham uni ichida alohida yana kichik kitoblar bo'ladi. Ya'ni bu boblar o'rnidagi kitoblar deyiladi. Misol uchun tahorat kitobi, namoz kitobi, ro'za kitobi, zakot kitobi deb dinimizda bor katta ibodatlar, mavzular va boshqalarni ifoda etadigan kitoblar bo'ladi. Mana shuni misoli Hadis va hayot degan kitobimiz katta 5 jildlik arabcha kitobni sharh qilganimizda ko'payib mana 40 juzgacha bordi. Ana o'shani birinchi kitobi iymon islom kitobi bo'ladi. Keyin niyat ixlos kitobi bo'ladi. Undan keyin ilm kitobi bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, bizning muqaddas dinimiz islomda iymon, e'tiqod, ixlos va yaxshi niyat bilan ilmga uriniladi. Avval iymon kerak, islom kerak, undan keyin niyatni yaxshilash kerak, ixlos bo'lish kerak. Ana unda ilm enake manfaat beradi. Iymoni yo'q odamda ilm bo'lsa, uni manfaati bo'lmaydi. O'ziga ham bo'lmaydi, eliga ham, yurtiga ham bo'lmaydi. Chunki iymonsizlik ilmni yomonlikka ishlatishga olib boradi. Alloh o'zi saqlasin buni. Mana shu e'tibordan bizda ilm deganimizda insoniyatga manfaat beradigan ilm iymon asosida, ixlos bilan, yaxshi niyatda o'rganilgan ilm, hayotga tatbiq qilingan ilm, bu dunyo va oxiratga manfaat beradigan ilm ko'zlanadi. Mo'min musulmonlar islom kelguncha johil bo'lib yurgan xalqlardan islomga kirgan demak bir qism hisoblanadi. Ular o'sha avvalgi johiliyat davrini asoratidan ilmsiz, ma'rifatsiz qolgan odamlar edi. Rasuli akram alayhisolatu vassalomga iymon keltirib mo'min musulmon bo'lgan odamlarning ichida yozishni biladiganlari sanoqli edi. Oddiy iboralarni yozishni bilishar edi, o'qishni bilishar edi. Lekin bugungi kundagi ilm degan ma'no ularda yo'q edi. Harf tanishar edi, o'qishi mumkin, yozishi mumkin edi. Ular ham barmoq bilan sanaydigan darajada oz odamlar edi. Bu degani o'sha Qur'oni Karim nozil bo'lgan joy, Rasuli akram alayhisolatu vassalom tug'ilib o'sgan va islom boshlangan yurtda ilm yo'q darajada edi. Dunyoning boshqa burchaklari ham xuddi shundoq edi. Ana shunday holatdagi bir xalq
Qur'on oyatlari bilan qurollangan holda, Rasul akram alayhisolatu vassalomning sunnatlari bilan qurollangan holda, shariatimiz ta'limotlari bilan qurollangan holda islom ularga sifatlab bergan shomil, komil ilmni o'rganishga birdaniga harakat qilishdi. Hamma ilm fazligini tushunib yetdi. Qur'on ularga o'qi degan xitob qilganida shu o'qiymiz degan ixlosni hammasi birdaniga, yosh u qari, erkak u ayol tushunib yetdi va shunga urindi. Qur'on oyatlari, Rasul akram alayhisolatu vassalomning sunnatlarida kelgan ta'limotlar bularni yana doimiy ravishda ilmga qiziqtirib turdi. Ana o'sha holatlarda Rasul akram alayhisolatu vassalom ham hali insoniyat tarixida sodir bo'lmagan go'zal namunalarni ko'rsatar edilar. Badr urushida mushriklardan 70 kishi asirga tushdi. Asirlarni o'sha vaqtdagi qonunlardan bittasi aholisi asirga tushganlarning qarindoshi kelib to'lov to'lab ozod qilib olar edi. Ana shu qoidaga binoan musulmonlar ham Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning boshchiligida mana 70 ta odamlar asirga tushdi, kelib to'lovini to'lab olib ketinglar, ozod qilib. Ana puli bor, moli bor, qarindoshi ko'plar birin-ketin kelib to'lovini to'lab asirlarini ozod qilishni boshlashdi. Lekin bir qancha odamlar qarindoshi ham yo'q, puli ham yo'q, asir holda qolishdi. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, mana shu har bir asirga 10 ta bolamizni o'qiydigan, yozadigan qilib bersanglar, asirlarni olib ketaverasizlar dedi. Ya'niki shuncha pul, molni o'rniga o'qishni afzal ko'rdilar. Musulmonlarni yosh bolalaridan 10 tasini o'qiydigan, yozadigan qilib qo'ysanglar, bitta asirliklar ozod dedi. Ana bu hali insoniyat tarixi ko'rmagan edi. Ilmga bo'lgan rag'bat, oddiy insonlarni ma'rifatli bo'lishi uchun urinish, ana dushmandan ilm o'rganadi, lekin dushmanni asirlikdan ozod qilinadi. Mana shunga o'xshagan ilm, ma'rifat uchun bo'lgan yo'nalishlar kishilarning rag'batini qo'zidi. Erkak, ayol, yoshi qari hammasi ilm olish bizga farz. Farz bo'lganda ham beshikdan to qabrigacha ilm olishimiz kerak degan ma'noda qattiq urinib, harakat qilib, hamma ilm uchun urindi. Ana shu kunni tarixlarini o'rgangan Rasul akram alayhisolatu vassalom u kishidan keyingi davrlarda musulmon ummatining ichida ma'rifatparvarlik qanday tarqalganligi, ilm qanday yoyilganligini o'qib, o'rganib, tarixini yaxshilab tekshirib chiqqan musulmon emas, g'ayridin tarixchilar, olimlar aytdilarki, musulmon ummati madrasaga qatnaydigan xalqdir. Ya'ni butun boshli ummat hamma madrasaga borib o'qiydi. Erkak va ayol, yosh va qari, ota bola, ona qiz hammasi, demak bu ummat madrasaga qatnaydigan xalqdir deyishgan. O'zlari yozgan shuni. Ya'ni ilmsiz qolish musulmonlar uchun or bo'lgan, nomus bo'lgan, gunoh bo'lgan. Shuning uchun hech kim ilmdan chetda qolmagan. Hamma uringan va ularni tarixini o'rgangan. G'ayridin, musulmon emas tarixchilar musulmon ummati o'sha paytlarda to'laligicha madrasaga qatnaydigan xalq edi deb aytishgan. Ana xalqqa ilm, ma'rifat o'rgatish, yozish, chizishni va boshqa narsalarni o'rgatish dastlabki paytlarda masjidlarda bo'lgan. Masjidlarda odamlarni o'qitish boshlangan. Undan keyin ustozlarni xonadonlarida, hovlilarida, uylarida o'qilgan. Masjidga demak dars olmoqchi bo'lgan odam namozga tahoratini qilib keladi. Namozni o'qib, salom berilgandan keyin, duo fotiha qilgandan keyin ana ishi bor chiqib ketadi, lekin o'qishga kelganlar aylanib halqa bo'lib o'tirishadi. Har to'pni bitta halqani bitta sinf desa bo'laveradi. Ustozi tayin qilingan, kelib o'tirib darsni boshlaydi,
o'qitadi, so'raydi, javob oladi, baho qo'yadi, nima qilsa qiladi. Demak, masjidning ichida to'la dars bo'laveradi. Har ustunni, demak bitta ustozi bor, ustunning tagida o'tiradi. Qolgan shogirdlari kelib atrofida o'tirishib, bir yerda Qur'on qiroati bo'lsa, bir yerda jug'rofiya, bir yerda fiqh bo'lsa, bir yerda fizika, bir yerda yana qandaydir bir dars bo'lsa, yana bir yerda boshqa bir dars qilib o'qitilaveradi. Ana shunday bo'lib, ilm, ma'rifat keng tarqab bordi. Ustozlarning hovlilarida bo'lgan o'qishlari ham o'sha ustozning mutaxassisligi bo'yicha turli fanlardan, turli kitoblardan o'qitildi. Keyin asta-sekin madrasalar masjidlardan ajrab chiqdi. Endi masjidda dars berishning o'rniga alohida darsxonalar qilib, darsxonalarda o'qitish boshlandi. Madrasa degani darsxona degani. Madrasa so'zi dars so'zidan olingan. Dars qilinadigan joy degani. Ana o'sha madrasalarda hamma o'qigan. Ibn Sino ham madrasada o'qigan, Beruniy ham madrasada o'qigan, Forobiy ham madrasada o'qigan, Xorazmiy ham madrasada o'qigan, Ulug'bek ham o'qigan, Imom Buxoriy ham o'qigan, hamma madrasada o'qigan. Dars olgan. Keyinchalik Oktyabr inqilobidan keyin bu madrasa diniy narsa. Shuning uchun biz bunaqa yangi sho'rolarning maktabini ochamiz deb maktab nom qo'yishgan. Ruscha shkola so'zini maktabga aylantirishgan. Bu ham boshqa yoqdan kelgan gap. Maktab ham arabcha so'z bo'lib, yozadigan joy degani u. Hozir arablarda kanselyariya, idorani maktab deydi. Maktab bizdagi maktablarni madrasa deydi. Chunki haqiqat o'zi shu. Dars oladigan joy. U maktab degani u ifodani bermaydi. Dars oladigan, dars bo'ladigan joy degani emas bu. Lekin dinni yomon ko'rganidan, bu madrasa desak dinda bo'lib qolamiz deganidan o'qish ishlari bilan shug'ullanadigan joyga shu nomni qo'yishgan, noto'g'ri qo'yishgan. Endi hozir hamma o'rganib qoldi, maktab deyaveradi. Lekin asli lug'at jihatidan surishtiradigan bo'lsak, haligi holat. Ana o'sha madrasalar asta-sekin demak rivojlanishni boshladi. Keyinroq puldorlar, imkoni borlar o'sha madrasa qurib, bolalarini o'qitib, kambag'allarni borlari biroz chetda qolganligini ko'rganlaridan keyin kattalar, puldorlar, xalifalar kambag'allarni bolalariga alohida madrasalar qurib, ularga e'tibor berish savobidan umidvor bo'lishga o'tishdi. 965-milodiy yilda deydi yevropalik tarixchilar, Qurtuba shahrida, Qurtuba hozirgi Ispaniyaning Cordova degan shahri. Bu yerlar musulmonobod bo'lgan avval. O'sha yerda 8 ta kambag'allarning bolalariga atalgan madrasa bor edi. O'sha yili 965-yili Qurtubaning hokimi Hakam II yana 14 ta yangi madrasa qilib, kambag'allarning bolalariga arg'umon etdi, sovg'a qildi deydi. Ana madrasalar ko'payib, o'quv istagida bo'lganlarni hammasini o'z quchog'iga oladigan holiga keldi. Madrasani hokimlar, hukumatlar, boy badavlat odamlar qilishdi va vaqflar ham qilishdi. Vaqflar madrasalarga atab qo'yiladigan bo'ldi. Madrasada o'qigan bolalarga kiyim-kechak berish, oziq-ovqat berish, yotar joyi berish kabi ishlar chiroyli ravishda yo'lga qo'yildi. Hammasida haligi gap. Kattalar, kichiklar, vaqflar kim bo'lsa shu ilmga xizmat qilib savob umidida bo'lganlar yordamini berishar edi. Yordamini berishar edi, madrasalar rivojlanar edi, ilm ma'rifat rivojlanar edi, ana vaqflardan ularga sarf qilinar edi, odamlar o'zlari xayr ehson qilar edi, kattalar o'zlari butun boshlik muassasalarni qurib, keyingi ta'minotlarni ham o'zlariga olar edi. Shu bilan el yurtda butun musulmon olamida ma'rifat tarqalar edi.
ilm tarqalar edi. Shu tarzda Qur'on ummati bo'lgan musulmon ummati yer yuzini ilmga ko'mib yubordi. Hamma yoqqa ma'rifat tarqatdi, ilm tarqatdi. Ana shu paytdagi ilm ma'rifatlarni misoli tariqasida tarixchilarimiz, ulamolarimiz Ibn Sinoni o'qish tarixini keltirishadi. Ibn Sino butun dunyoga mashhur odam. Shu odam qanaqa qilib o'qigan? Buxoroda tug'ilgan, Buxoroda o'sgan, Buxoroda o'qigan, Buxoroda olim bo'lgan, Buxoroning odami bo'lib tanilgan. Ana bizning yurtimiz Ibn Sinoni davrida qanaqa ekan o'qish? Nima deydi ular? Aytadilarki, Ibn Sino 10 yoshgacha madrasada o'qidi. 10 yoshgacha. Ana o'sha 10 yoshgacha madrasada o'qib, Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. Va boshqa o'sha paytdagi madrasalarda qo'yilgan darslarni yaxshi o'zlashtirib, kitoblarini o'qib yod oldi. Demak, fiqhni o'rgangan, tafsirni o'rgangan, hadisni o'rgangan, hammasini o'rgangan. Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. Shuning uchun hozir mana Toshkentdagi Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutida Ibn Sino rahmatullohi alayhni Qur'oni Karimni kichkina suralariga yozgan tafsirlari bor. Ixlos surasiga, Falaq surasiga, Nas surasiga, yana boshqa bir qancha suralarga yozgan tafsirlarini qo'lyozmasi hozirgacha turibdi. Buni o'sha demak Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutining katalogi bor, o'zlarida bor kitoblarning ro'yxatini chiqargan. Shunda ochsangiz u ko'pligidan bir pasda chiqadi. Ko'p haligi narsalar. Ana u demak yaxshi o'quvchi bo'lganligi uchun otasi Alloh rahmat qilsin, o'g'liga alohida o'qituvchi yollab olishga harakat qildi. Birinchi deydi qonunni o'rgandi. Undan keyin hisob ilmini o'rgandi. Hisob ilmini kimdan o'rgandi? Bir ko'mirfurushdan o'rgandi deydi. Qaraylar, o'sha vaqtida Buxoroning ko'mirfurushi Ibn Sinoga ustoz bo'ladigan odam ekan. Demak, tirikchiligini ko'mir sotib o'tkazadi, o'zi olim odam. Yuqori saviyadagi o'tkin zehnlik talabalarga alohida dars beradi. Hisobdan dars beradi. Ibn Sino hisob ilmini o'sha odamdan o'rgandi. Undan keyin otasi shu Buxoroga kelgan boshqa bir katta ustozni yonlab, meni o'g'limni yaxshilab o'qiting deb berdi. U odam falsafaga nihoyatda usta odam ekan. Ibn Sinoga falsafani o'rgatdi. Ibn Sino bir pasda falsafani ustozdan o'rganib, undan ham o'tib ketdi deydi. Yosh bola hali. Sekin-sekin mantiqni o'rgandi. Undan keyin yana boshqa ilmlarni o'rganishga boshladi deydi. Haligi ustozi safar qilib ketib qoluvdi. Iso ibn Yahyo degan bir ustozni topib, otasi o'sha odamga berib, bolamni o'qiting deganida, Iso ibn Yahyo u kishiga, ya'ni Ibn Sinoga tabiiy ilmlarni va tib ilmini o'qitdi deydi. Ana, tibdan Ibn Sinoning ustozi kim? Iso ibn Yahyo. O'qib, Ibn Sino o'zi aytadi, tibni qiyin deyisharida, o'qisam osongina narsa ekan, bir pasda o'rganib oldim deydi. Ustozi o'rgatgan kitoblarni o'zi zehni o'tkir, o'qib bir pasda o'rganib oldim deydi. Jo'g'rofiya ustozi kelib dars berib turib, menga hojating yo'q ekan, o'zing kitoblaringni o'qib olaver, tushunmagan joyingni aytib beraman dedi. Ko'ryapsizmi? Hamma ilmni o'rganyapti. Qur'onni yodlab olgan. Shariat ilmlarini madrasada o'rganib olgan. Birovdan falsafa o'rganyapti, birovdan hisob o'rganyapti, birovdan mantiq o'rganyapti, birovdan tib o'rganyapti, birovdan tabiiy ilmlarni o'rganyapti. Ana o'shunaqa bo'lib, hammasidan ustoz bor. Hammasidan kitob bor. Hammasidan sharoit bor. U Ibn Sino osmondan bilib tushgan emas, yoki uni ustozi bilib tushgan emas. Ilm rivojlangan, tarqalgan, hammada mana shu holat bor.
Buxoro shunaqa ilmiy markaz. Shuning uchun Buxoroi Sharif deydi. Shuning uchun qator madrasalar hozirgacha turibdi. Ana shunday bo'lib Ibn Sino buyuk alloma bo'lib yetishdi. 18 yoshida mana shu xotirga keldi. O'sha vaqtda o'sha ustozini tibi bilan bo'lgani darrov odamlarning og'ziga tushgan ekan, Buxoroni amiri kasal bo'lib qoldi. U tabib keldi, bu tabib keldi, hech bo'lmayapti. Shu bir bola yuribdi, shu ham bilarmish deganida chaqirib meni davolagin dedi. Davolavdi, Alloh shifo berdi, yaxshi bo'lib qoldi. Shunda Buxoroni amirining qasri to'la kitob ekan, kutubxonalar bor ekan. Shu demak davolanganini xursandchiligiga shu kutubxonalardan xohlaganingcha o'qir dedi. Ibn Sino o'zi aytadi, men o'qib juda maza qildim. Bu kutubxonalarda hali odamlar nomini eshitmagan kitoblar bor ekan deydi. Qarang. Buxoroni amirining shaxsiy kutubxonasida odamlar nomini eshitmagan kitoblar bor ekan. Ana o'shunday qilib sekin-sekin ma'rifat tarqalib butun islom olamida ilm, xayr, baraka ko'payib bordi. Haligi aytgan katta masjidlarning ba'zilari ilmga bir yo'li mutaxassislashib ketdi. Masjidning atrofiga demak yotoqxonalar qurib, darsxonalar qurib, kengayib universitet shakliga keldi. Hamma ilmdan alohida yo'nalish bor, alohida ustoz bor, alohida idora bor. Bir yo'nalishda hisobni o'rganadi, birida falak ilmini, birida kimyoni, birida fizikani, birida yana nimani o'qib, haligi jami masjidlar jamiyalarga, universitetlarga aylandi. Ana o'sha universitetlarning eng mashhuri hozirgi Qohiradagi Jamiul Azhar. Azhar o'zi masjid. Jami degani masjid degani. Jamiul Azhar demak Azhar masjidi universitetga aylangan. Xuddi shuningdek Mag'ribda, Fasda Qaroviyinlarning jamisi bor, universiteti bor. Tunisda Zaytuna degan jamiya bor. Bular ham shu universitet shakliga kirgan. Mana shu universitetlarimizni tuzilganiga, universitet shaklini olganiga 1000 yil to'lganligi bayramlari bo'ldi. Al-Azhar Sharifni ham undan 20 yilcha oldin. 20 yilcha oldin Azharni 1000 yil bo'lganiga to'y bo'ldi, xursandchilik bo'ldi, nishonlandi. Endi dunyoni boshqasi hammasi to'planib turib, birorta o'quv yurtini 1000 yilligini to'y qilamiz desa, yana 800 yil kutishadi. 800 yil o'tgandan keyin Yevropada birorta universitetni keyin 1000 yillik to'yini qilishadi. Ana musulmon olamida ilmga bo'lgan ahamiyat, ma'rifatga bo'lgan ahamiyat, turli ilmlardagi kashfiyotlar va boshqa narsalarni holati ana shunday. Buni hammamiz biz bilishimiz kerak. Anglab yetishimiz kerak. Va mana shu shonli tarixni takrorlashimiz kerak. Bugungi kungi yoshlarimizdan o'sha tib bo'yicha, fizika bo'yicha, falakiyot ilmi bo'yicha va boshqa ilmlar bo'yicha o'sha o'tgan bobolarimizga o'xshagan ulug' musulmonlar yetib chiqishi kerak. Diniy ma'noda ham alhamdulillah diniy ma'noda Qur'on qiroati qorilar ma'nosida saviyamiz yaxshi bo'lib qoldi. Mana hozir mana shu O'zbekistonimizda 800 joyda xatm bo'lyapti. 774 tasi aniq, qolganini hisoblay olmadik. Idora shuni e'lon qildi. 774 ta deb, lekin boshqa bor, undan ro'yxatdan tashqari bor, ko'p. Uni bilmaymiz. Ana shunga hammasi o'zimizning qorilar. Yana bitta qori emas, yonida sherigi bor. Yana bir qancha qorilarimiz xatm qilmay somiy bo'lishi yuribdi. Aytmoqchimanki, ilmiy ma'noda qorilarni tayyorlash ma'nosida ishimiz yaxshi. Endi shu diniy ma'noda tafsirchilar, muhaddislar, faqihlar, yana boshqa nimalar ham bo'lishlari kerak. Bu ham sekin-sekin yo'lga qo'yilib borilyapti, yaxshilanib kelyapti. Ana u haligi gaplarimiz, bu tabiiy ilmlar, jamiyatga kerak ilmlar, u tib bo'lsin, elektronika bo'lsin, boshqa bo'lsin, bundan ham hech qachon
orqada qolmasligimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Chunki bobolarimiz buni qilgan. O'sha Ibn Sino 18 yoshda shu bo'lgandan keyin 18 yoshdan keyin u yoqqa borib, yana ko'rib borib, oxiri borib Xorazmdagi Ma'mun akademiyasiga borgan. Akademiya bo'lgan u yerda. Dunyoda eng birinchi akademiyalardan birinchisi Bag'dodda bo'lgan, keyin bizni Xorazmda bo'lgan. Ana ularning qilgan ilmiy ishlari hozirgacha hammaga o'rnak, hammaga namuna. Ana ilm deganda biz musulmon dini targ'ib qilgan ilm deganda mana shunday shomil, komil, inson hayotini hamma tarafini qamrab oladigan va insonga baxt, saodat keltiradigan, uni turmushini yengillashtiradigan, yaxshi bir yo'lga boshlaydigan ilmni biz qasd qilamiz va bu bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo xalqimizni, buyuk bobolarimizni izidan borib, Qur'oni Karim, shariat ta'limotlarini to'g'ri tushungan holda turli ilmlarni egallab, ularda peshqadam bo'lib, dunyo xalqlarini oldingi saflarida bo'lishini o'zi nasib qilgan bo'lsin. Bu ishda harakat qilayotgan yoshlarimiz, ilmli kishilarimizni hammalarini iymonlari but, niyatlari yaxshi bo'lishini va qilayotgan mehnatlarini samarasi buyuk bo'lishini Alloh taoloni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Bi rahmatika ya rahman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon oyining muborak kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish Salmon Farsi radhiyallohu anhu nomidagi masjidda taroveh namozida o'zingni kalomi azimushsha'ning Qur'oni Karimni xatm qilganimizdan so'ng, Qur'on xatmidan keyin rahmating, barakotlaring nozil bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, duolarimiz qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu xatmi Qur'on savobidan, ana mehmon qori bo'larimiz alohida yana xatm qilib kelgan ekanlar, u xatm savobidan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizni diyorimizdan o'tgan mo'min mo'mina bandalaringni, mana shu dahadan o'tganlarini, ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni, masjidni ibodatida qoyim bo'lib turganlardan o'tgani, ushbu jamoatda o'zingga ojizona qo'lini uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tganlarini hammalarini, xususan diyorimizdan o'tgan Qur'on xodimlari, qori buvalarimiz, ularning ustozlari, murattab qorilarimiz hammalarini o'zing bahramand aylagin. Ularni yotgan joylarini jannatdan qilgin, qabrlarini munavvar aylagin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini qabul aylab, ularga hamroh qilib, bizni ularni yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul aylagin va oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sababchi qilgin. Alloh Qur'oni Karimni bu dunyoda barchamizga hidoyatchi qilgin. Qur'on hidoyati bilan hidoyatlanib, ilm ma'rifatli bo'lib, o'zingni suygan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgin. Qur'oni Karimni oxiratda barchamizga shafoatchi qilgin. O'zingni huzuringda shafoatchilik qilib, bizlarni qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh 12 oyning sultoni bo'lmish muborak Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarning ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Gunohlarimizni yuvilishiga sababchi qilgin. Ramazon ro'zasini tutganimizdan Parvardigor ushbu ro'zani qiyomat kunida bizga shafoatchilik qilib, qo'limizdan tutib Rayyon nomli eshikdan jannatga yetaklab kirishini o'zing nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha mo'min musulmonlarni, xususan ushbu joyda o'zingga iltijo qilib, duo qilib qo'l ko'tarib turgan bandalaringni, ahli ayollari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, yor do'st birodarlari bilan barchalarini sog' salomat, tinch omon qilgin.
turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Xonadonlarida qut baraka, fayzu futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat bardavom bo'lishini nasib etgin. Alloh, bu bandalaring o'zingga iltijo qilib so'raydigan narsalari bor, so'raydiganlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan narsalari bor, tilaklaridan go'zalini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini qabul aylagin. Parvardigoro, bemorlarimizni barchalariga shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Parvardigoro, farzand taraflariga qo'sha farzandlarni bergin. Ilm taraflariga ilm ladun, ilm robboniy bergin. Olim, ma'rifatli bo'lib, elimiz, yurtimiz, xalqimiz, dinimiz, diyonatimizga xizmat qilishlarini nasib etgin. Kasbkordagi azizlarni barchalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin, turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini bergan ne'matlaringga shukrni o'rniga keltirib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini, siroti mustaqimda barqaror bo'lishlarini nasib etgin. Alloh, xalqimizga ushbu muborak oyda xatmi Qur'onni uyushtirib tashkil qilgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalilari, masjid hay'ati a'zolari, xatmi Qur'onga xizmat qilgan barcha azizlarimizni hammalarini diningga, Qur'oningga, masjidingga qilayotgan xizmatlarini, ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Barcha istaklariga o'zing erishtirgin. Xalqimizga doim shunday ulug' xizmatlarni qilib, xalqimizni duosini olib, o'zingning roziligingni topib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu azizlarimizni doimo hifzi himoyangda asragin, niyatlaridan afzalini bergin. Xalqimizga Qur'oningni avvalidan oxirigacha go'zal tarzda tajvidlari bilan, husnul savtlari bilan o'qib bergan qoridomlarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Zehnlarini yana ham o'tkir qilgin, hofizalarini yana ham ziyoda qilgin. Parvardigoro, uzoq muddatda xalqimiz, elimiz, yurtimizda mo'min musulmonlar ichida Qur'oni Karim nurini taratib yurishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu kishiga o'xshagan qorilarimizni sonlari, sifatlarini yana ham ziyoda qilgin. Qur'on xodimlari yana ko'payib borishlarini nasib etgin. Qur'onning barakotidan hammamizni manfaatdor bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigori olam, kelasi Ramazonlarga yana sog' salomat, tinch omon kelib, bundan ham ko'paygan holimizda, bundan ham go'zal bir sifatlarda ibodatingda qoyim bo'lishimiz, xatmi Qur'onlar qilishimiz, ro'zalarni tutib ko'plab savoblarni olishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.